Qo'rg'ontepaliklar go'sht narxini sindirib yuboramiz. Qo'rg'ontepaliklar sizlar uchun Abdusafor marketda yana go'shtlarimiz assortimentlarini ko'paytiryapmiz. Lahm go'shtimiz 140 ming so'm, bonusiga yarim kilo suyak. Qo'y go'shtlarimiz 150 ming emas, 160 ming emas, 130 ming so'm qilib qo'ydik. Qo'y dumbamiz esa aksiyada 100 ming so'm qilib qo'ydik. Ilik suyaklarimiz ham 50 ming emas, 60 ming emas, 30 ming so'm qilib qo'ydik. Keyin manaqa yarim kilolik tayyor go'shtlarimiz ham bor. Narxi 60 ming so'm. Endi bu qazilarimiz o'zimiz mahsulot tayyor pishgan. Shu turishini 100 mingga xarid qilsangiz bo'ladi. Mana aytib o'tgan qiymalarimiz sotuvimizda bor. Narxi 50 ming so'm. Kelib bir olib yeb ko'ringlar va yana qaytib kelasizlar mazasini ko'rib. Mol tillarimiz bor. Narxi 75 ming so'm. Kelib bemalol Shoh go'sht markazimizning sifatli go'shtlardan xarid qilishingiz mumkin. Bizning manzil Ekobozordan kelishda Qo'rg'onov yo'ldan o'tganda, bu tarafimiz kelish bo'lsa, hokimiyatdan o'tganda birinchi svetofordan chap qo'lga burilganda Abdusafor market. Hali bundan-da aksiyalarimiz oldinda. Bu videomiz sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga aksiya deb yozib qoldiring. Agar shu videomiz 1000 ta layk yig'sa, bundan-da hali bomba aksiyalarimizni e'lon qilamiz.